ishlatlab bir kunda o'ynasalaring, hech qachon agar shu narsani xohlasalaring, o'zlaring желанияларing bo'lsa, hech qachon bu narsadan orqaga qarab, o'girilib qochib ketmanglar yoki uydalarni gapiga kirib bo'ldi, uydalar shunaqa deb shunaqa bo'lishim kerak deb o'ylamanglar hech qachon. Masalan, qilmoqchi bo'lsalaring, qilinglar, qo'llaringdan keladi. Harakat qilsalaring bo'ldi. Nimadir noto'g'ri bo'lib qoldimi yoki YouTube'da stream qilsalaring 5-6 ta odam ko'ryapti, hech qachon siqilmaydi. Masalan, menda ham bo'lgan. 200 ta, 300 ta odam ko'rgan. Vaqt kelsa 60-70 talarga tushib ketgan. No, taslim bo'lmaganman, bilganman toshdaman. Ayamdan, dadamdan ruxsat olganman. Bitta o'xshamay qolsa kim javob beradi deganman. Dalshi bosganman, qilganman, mana hozir shu kungacha keldim. Sizlarga ham tagji shu. Ko'chada gapiradimi, u gapiradimi, bu gapiradimi, bizni misol qilib gapiradimi, u gey, u unaqa, u bunaqa. Zato biz ko'tarilganmiz, shergacha kelganmiz. Bizni bilgan biladi, bizni ko'rgan ko'radi. Hayotda bizni ko'rganlar o'zi biladi biz qanaqa odamligimizni. Sizlarga ham tagji maslahatim shu. Odamlar gapiraveradi. Sizlar qanchalik ko'tarilib ketsalaring, ular shunchalik gapiradi. Tak что, ko'tarilinglar, bosinglar oxirigacha, hech qachon to'xtamanglar. Glавное ichlaringda olib, motivatsiya o'lmasligi kerak. Motivatsiyalaring o'lmasa, faqat oldinga bosasizlar. Bu hayot bir marta beriladi yashashga. Hech qachon birovning gapiga kirib, nimadirdan qaytib, nimadirni qilmanglar. Faqat o'zlaring bilganlaring, o'zlaring nimani xohlasalaring o'shani qilinglar. Hammalaringga ishonaman. Sizlar bilan Aslanboy.